Ahvolingiz joyidami? Aka, piyodalar yo'lakchasidan o'tsangiz bo'lmaydimi axir? Axir mana bola chaqam bor. Ayb 100% menda bo'ladi. Qamalib ketishim aniq-ku. Aka, ayb mendan o'tdi. Meni kechiring. Yuring, sizni doktorga ketaman. Yo'q, aka. Ertaga ro'za Ramazon oyi. Kuningiz qolib ketmasin. Yahor opa. U kuni sizga ovozim ko'targanim uchun, qalbingizga ozor berib qo'yganim uchun meni kechiring. Ro'za oyida ko'nglingizda qolib ketmasin. Kelin. Voy, labbay oyijon. Siz ham birovni bolasisiz. Sizni ko'p koyidim. Meni kechiring. Yo'q, sizdan xafa emasman. Ro'za Ramazonda dilingizda qolmasin. Dadasi, meni kechiring. Men uchun nima qilsangiz ham norozi bo'lganim uchun. Uzun ayollik vazifalarni bajarmasdan sizdan ko'p narsani talab qilganim uchun. Yo'q narsalardan janjal chiqarib, oilamizni barakasini uchirganim uchun. Kiyim-kechagingizga, osh-ovqatingizga qaramasdan sizni ranjitganim uchun. Mendan rozi bo'ling. Ro'za Ramazon oyida ko'nglingizda qolib ketmasin.